Assalomu alaykum. Hurmatli dehqon akalar, fermerlar, mana bu yilgi hosilimiz Xitoyda yangi navi 2022-yil 2-oktyabrdda sartaroshga qilinmagan bir chekada to'kilgan holat. Yetarli 20 tonnadan tepasida 25 tonnaga qadar hosil berdi. 70-80%, 90% yirik holatda. 500 gram 600 gramdan bo'ldi onasi. Endi mana kichkinalari u yonidagi ikkinchi olgan hosili. Bitta olgani hammasi dumbilga yetkazildi. Mana bir chekadan ko'rsatyapti. Sartaroshga qilinmagan. Quritishga yaraydigan. Bu yerda ham mana to'kilib yoyilgan. Holati zo'r bo'lgan. 180 dan 180 sot yerdan 1 gektar 80 sotidan 17-18 silos berdi. Presepda mana holati zo'r.